Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun birinchi marta ozuchkali video tayyorlamoqchiman. Kelgan narsalarni obzor qilib beraman. Birinchisi mana shunaqa Diordan highlighter. Juda ham sifati zo'r. Ikkinchisi Labdan mana shunaqa tonalka 13-raqamli yuzda shunaqa stoyk yotadi, namlantirib turadi yuzda. Va paletkamiz, pomadasi, highlighteri, rumyanas konturlari bor. Kitobli tenimizdan 5 qavatlik va Skylimpdan tush originali. Kitobli tenimiz. Kichkinasi bu Aniledina teni. Qosh uchun paletkalar. Bu seni qosh uchun qoshtiradigan geli. Aniledidan kattaroq paletkasi to'qroq rangdagisi bu. Softdan pechательный krem. Gubkalar, Flamurdan kontur qalamlar, lablar uchun va tushlar assortiment qilib olib keldim. Bu ham 4 tali tenimiz. Bir-biridan ranglari juda ham chiroyli qizlarjonlar. Zo'r yotadi. Anilediniki bu ham. Tush Skylimpki. Sifatlari zo'r tushlarimizni. Videoda ozgina chalkashib ketibdi. Bu yerda 2 tali tushimizni ko'rsatyapman. Sifati juda ham zo'r. Keyingisi highlighter va CC krem. Sifatini bilasizlar qizlar, buni shunaqa zo'r sifati, zo'r yotadi yuzga. Keyingisi paletka, yorqinroq rang so'ragan qizlarimiz uchun. Keyingisi sprey va sovunli dezodorantlarimizdan olib keldim. Highlighter. Kosmosdan ham ko'rinadigan highlighterimiz. 01 raqamli. Clear va Crasis'dan shampunlar va Aisha brendidan depilator naborimiz. Bunun ichida hamma narsasi chiqadi. Lipochkasi va shugaringlar, tayyor shugaring, eritilgan shugaringlari, yog'i. Apparatda to'kka tiqib ishlatiladi. Juda ham qulay. Qizlarjonlar, bemalol zakaz berishingiz mumkin va soch uchun kraska. Bu safar bijuteriya ham olib keldim. Hammasi Hopping brendidan. E'tiboringiz uchun rahmat. Zakazinglar bo'lsa kutib qolaman qizlarjonlar.